Bismillahirrohmanirrohim. Demek darsimizda davom etamiz. 9-darsimizda edik. Al-hiwar demek suhbat. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط. O'qituvchi sinfga kirdi va unda faqatgina 15 ta talabani topdi. Ya'ni 15 ta talaba bor ekan yerda. فسألهم بس ulardan so'radi. أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس؟ Kecha kelgan 5 ta yangi talaba qayerda? قال عمر aytdi. حضروا اليوم وخرجوا قبل قليل. أظن أنهم ذهبوا إلى المدير. حضروا يعني اليوم bugun keldilar va biroz oldin قبل قليل biroz oldin chiqdilar. أظن nima endi? Zonna yazunnu o'ylamoq. O'ylashimcha ular mudirni oldiga ketdilar, dedi Umar. Endi رجع الطلاب الخمسة وبعد قليل. birozdan so'ng yana 5 ta bola talaba qaytib keldi. قال المدرس o'qituvchi aytdi. إلى المدير ذهبتم يا أبنائي؟ Mudirni oldiga bordingizmi ey o'g'illarim, dedi. الطلاب نعم ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. Ha, uni oldiga bordik. Chunki biz ma vajadna, ma mozi fe'lini oldidan kelsa inkor ma'nosini berardi. Biz topolmadik ismlarimizni ro'yxatda. Hmm? Ya'ni ro'yxatda ismlarimizni topolmaganimiz uchun ham mudirni oldiga bordik. جلس المدرس وقال أقرأتم درس أمس يا أبنائي؟ O'qituvchi o'tirib aytdi. Kechagi darsni o'qidingizmi ey o'g'illarim, dedi. Talabalar aytishdi. Naam, qara'nahu va katabnahu va hafiznahu. Ha, uni o'qidik, uni yozdik va uni yodladik. Mana shu joyda mana bu qoidamiz kelyapti. Ya'ni fe'lga qo'shiluvchi domirlar, domir muttasilalar maf'ul vazifasida keladi dedik. Mana shu yerda qaro'a fe'l, na foili, hu mana bu qo'shilayotgan birikma olmoshi domirlar maf'ulun bihi bo'lyapti. Al-mudarris afahimtumuhu, uni tushundingizmi? Ha, bu yerda mana fahimtumuhu bo'lib fahimtum bo'lgan, aslida domir qo'shilganligi uchun o'rtaga vov qo'shilib qolgan. Qoidamiz aytganligi shu yerda ham mana bu hu maf'ul bihi vazifasida kelyapti. Qalu aytdilar. Naam fahimnahu jayyidan. Ma asala hada dars. Ha, uni yaxshilab tushunib oldik. Bu dars buncha ham oson. Ha, mana sahlun osonmidi? Mana shundan biz ashala ma af'ala qolibiga solib turib yasab olyapmizda. Bu dars buncha ham oson deyapmiz. Abdurrahman aytdiki: Ana ma fahimtu kalimatal xurtum aada jaddi minal xurtum. Abdurrahman aytdiki, man, dedi, aada jaddi minal xurtum jumlasidagi al-xurtum kalimasini tushunmadim. Ma mozi fe'li oldidan kelib inkor qilyapti. Tushunmadim. Xurtum kalimasini bobom xurtumdan qaytdi degan jumladagi xurtum kalimasini tushunmadim, deyapti. Al-mudarris o'qituvchi aytdiki, al-xurtum asimatu Sudan, dedi. Demak, nima ekan? Xurtum degan ism bu Sudanni poytaxti ekan. ثم فتح المدرس كتابه وقرأ درسا جديدا. So'ng o'qituvchi kitobini ochdi va yangi darsni o'qidi. Yangi dars o'qidi. فتح الأب الأبواب والأدراج. يعني shu yangi darsdan o'qib ketyapti-da endi. فتح الأب الأبواب والأدراج والنوافذ والخزانات وغسلت الأم كل الأطباق وبنى جدي كوخا من طين. Ota demak eshiklarni, to'mbichkalarni, derazalarni, shkaflarni ochdi. Ona esa hamma idish-tovoqlarni yuvdi. Bobo esa loydan ko'x deb turib, kichkina uycha bo'lardi-ku. Hozir daqiqa shunday odamni ko'raylik.
قل به. قل به يا زيادة. ثم قال وكتب هذا الدرس على السبورة سونغ تردا وابو درس ندرس يازد. رفع محمد يده وقال ما معنى الطين يا أستاذ؟ مم. كان محمد قل نكو تردا وأيتكي إيه أستاذ طيني معنى سنما بيت يا أستاذ ذو دين زي باي قاعدة مزدا إنتي مرجع فاتي شخص نص بتسمى عبارة بسيط ضم بلان تجيد ذي. المدرس أخته جدتي الطين معناه التراب المختلط بالماء. يعني طين وني معناسه سو بلان أرلاشتريان تبراف يعني لوي. ورفع فيصل يده فقال له المدرس ورفع فيصل يده فيصل خلنا كتر. فقال له المدرس عند أخته جدتك عندك سؤال يا عبد الله سند سوال بار ما يا عبد الله تده. Albatta e'tibor bergan bo'lsanglar, yadan keyingi so'zimiz ikkita so'z izofali so'z bo'lganligi uchun birinchi qismi nasbda keldi. Faysal, نعم عندي سؤال. البحار جمع البحر؟ Ha menda savol bor. Bihar kalimasi bahrni ko'pligimi? Ya'ni dengiz, ya'ni bu yerda ma'no bermaymiz. Ya'ni dengizlar kalimasi dengizning ko'pligimi deyapti. Bu yerda mana boya o'rgangan qoidamiz mana bu joyda a bo'lgan. Istifhom so'roq olmoqchi bo'lgan. Keyin alif bilan qo'shilib ketgan. Al biharu jam'ul bahr. Bundan oldingi videomizda bu haqida gaplashdik. Al mudarris na'am huwa كذلك ها xuddi shunaqa dedi. قام حسن تردد وقال اتكي ما جمع سماء يا أستاذ. أستاذ سماء نين كوبليجي نما dedi. سماء كلمة كوبليجي نما المدرس جمعها سماوات أو نين كوبليجي سماوات ولا dedi. ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة. Sonra o'qituvchi talabalardan bir nechta savol so'radi. المدرس من سألك يا إبراهيم؟ كم سندان سورة يا إبراهيم؟ إبراهيم تكي سألني الأستاذ. أستاذ من دان سورة. المدرس من سألكم يا أبنائي؟ كم سزلردان سورة يا أغلرم؟ الجميع حمل سألنا المراقب تكشرو بزنا سورة. خب عبد الله رسمها طب كيف المدرس من رسم الشمس يا عبد الله يا عبد الله قراشني كم تزداد عبد الله رسمها زميلي هنا هم كرت ميجي سنة عشان المدرس ومن رسم القمر يا عبد الرحمن أين كم تزداد يا عبد الرحمن رسمه غلام هنا غلام تزداد يعقوب يا أستاذ عندي سؤال لا يتعلق بالدرس. يا أستاذ منga darsga taalluqli bo'lmagan savol bor dedi. المدرس تفضل مرحمة dedi. يعقوب قرأت في كتاب أن النجوم أبعد من الشمس أصحيح هذا؟ bir kitobda yulduzlar quyoshdan ko'ra uzoqroq deb o'qidim. Bu to'g'rimi dedi. المدرس نعم هذا صحيح. Ha bu to'g'ri. مما بنى جدك البيت يا عثمان؟ بابايங் uyni nimadan qurdi ey Usmon? Min ma bo'lgani bu. Mana bu ma'ni oldidan min kelganligi uchun alif tushib ketyapti. Osman banahu min khashab. Yog'ochdan uni qurdi deyapti. في هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل. mana shu paytda mana shu lahzada qo'ng'iroq jiringladi va o'qituvchi sinfdan chiqdi. Xo'p, shu bilan xabarimiz tugadi. Ajib anil as'ilatil atiya. Quyidagi savollarga javob berar ekanmiz. Ayna kana tullabul jududu? Yangi talabalar qayerda edi? Qayerda edi? Ular mudirning oldidamidi? Yozib qo'yamiz. Kanu indal mudiri masalan. أفهم عبد الرحمن الدرس؟ عبد الرحمن darsni tushundimi? من رسم الشمس؟ kim quyoshni chizdi? هل الشمس أبعد من النجوم؟ Quyosh yulduzlardan uzoqmi?
مما بنى الجد البيت، بابا uyni nimadan qurdi. كم طالبا تحدث في هذا الحوار. nechta talaba bu suhbatda gaplashdi. ikkinchi mashqimiz: ضع علامة الصح أو علامة الخطأ أمام الجمل التالية. quyidagi jumlalarni oldiga to'g'ri yoki noto'g'ri belgisini qo'yishimiz kerak. birinchisi: الطلاب الجدد 15. yangi talabalar 15 ta. to'g'rimi? To'g'ri bo'lsa to'g'ri, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri belgisini qo'yamiz. Abdurrahman ma fahima ma'na kalimatin wahida. Abdurrahman bitta kalimani tushunmadi. Keyingisi: سأل فيصل المدرس ما جمع السماء. Faysal mudarrisdan samaning ko'pligini so'radi. كتب المدرس الدرس على السبورة. o'qituvchi doskaga darsni yozdi. Keyingi mashqimiz: uktub ma'anil kalimatil atiya. quyidagi kalimalarning ma'nolarini yozing. Qiyin so'zining ma'nosi. Buni arabchada yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Unga o'xshatib turib at-turabul muxtalita bil ma'i deb qo'ysanglar ham bo'ladi yoki sinonim so'zdan yozsanglar ham bo'ladi. Ada masalan roja'a ma'nosida. Jaddun bunday yozib qo'yamiz ekan. To'rtinchi mashqimiz: iqro'il misal thumma kammil ma yali ala g'irarihi. Misolni o'qigan, so'ngra to'ldirgan deyaptilar. Asimatu Sudan al-Xurtum. Namuna berganlar mana. Sudanni poytaxti Xurtum. Asimatul Iroq. Iroqni poytaxti qayer? Yozib qo'yamiz. Asimatul Mamlakatil Arabiyyati Saudiyya. Demak, buni ham yozib qo'yamiz. Asimatul Yaman, Asimatu Misr, Asimatu O'zbekiston, Asimatu Rusiya. Ularni yozib qo'yarkanmiz. beshinchisi: اقرأ الأمثلة ثم كون جملا مستعملا في على التعجب. bitta endi boyaginiki فعل التعجب مش هتشمس كده كان. هذا الرجل طويل، ما أطول هذا الرجل. هذا البيت كبير، ما أكبر هذا البيت. هذه السيارة جميلة، ما أجمل هذه السيارة. هذا الماء بارد. ما دي مزين ده؟ ما أبرد هذا الماء. النجوم جميلة، ما أجمل هذه النجوم. هذه زوجة، ما أجمل النجوم. هذا القلم رخيص، ما أرخص هذا القلم. وهكذا قيان هم. اللغة العربية سهلة. النجوم كثيرة. اللبن حسن. هذه السيارة سريعة. القمر جميل. هذا القميص وسخ. هذا الفصل نظيف. ularni demak yuqoridagi namunaga o'xshatib turib ta'jjub fe'lini ishlatib qo'yganmiz. Oltinchi mashqimiz: تأمل الأمثلة ثم اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها. Demak, misollarni tushunib, quyidagi kalimalarni o'qib, uni oxirlarini to'g'rilab yozar ekanmiz. Ya'ni undalma, munodo qoidamiz. Muhammadun ya Muhammadu, Hamidun ya Hamidu, Ustazun ya Ustazu. Uxtu Hamidin izofa bo'lganda mudof qismi nasbda bo'lardi. Ya uxta Hamidin, ya Abdallohga o'xshash. Endi mana ya Abbasu, ya rajulu, ya bintu, ya shayxu. Mana bu yerda masalan ya binta Xolidin, ya saiqos sayyarati qilib demak o'qib qo'yganmiz. كينج ماشخمس: تأمل الأمثلة ثم عين فيما يلي جمع المؤنث السالم واضبط آخره. بالتالي جمع مؤنث سالم ما قربش كمس. رأيت سيارة. bitta mashinani ko'rdim. Endi ra'aytu sayyaratin bo'ladi. Mashinalarni ko'rdim. Maf'ulun bihi bo'lganligi uchun nasbda bo'ladi. Endi nasbdan o'rinbosar bo'lib, bitta fathadan o'rinbosar bo'lib kasra kelyapti. O'rgandik buni. سألت المديرة الطالبة. سألت المديرة الطالبات. قرأت المجلة. قرأت المجلات. فتح الأب الأبواب والأدراج والنوافذ والخزانات. قلمزة. سأل الأب الأبناء والبنات. كتبت هذه الكلمات. رأيت الأطباء والطبيبات. shifokorlarni
va shifokor ayollarni ko'rdim. Maf'ul bo'lyapti, to'ldiruvchi bo'lyapti. Nasbga kelish kerak. Fathani o'rnida kasra turadi. غسل الولد السيارة. غسل الولد السيارات. أخذت الريالات يا بني. عند بوي qoidamiz البحار جمع بحر. البحار جمع البحر. البحر جمع البحر. ya'ni ikkitasi qo'shilib bitta mat qo'yilish holatlariga misollar beryapti ekanlar. Al-ana xarajta. Endi nima deymiz? Hozir chiqding deb bitta. Biz savol qilib al-ana xarajta deymiz. Al-yawma raja'a abuka min Dimashq. Bugun otang Damashqdan qaytdi. Endi biz nima deymiz? Al-yawma deymiz. Al-mudarrisu maridun. Al-mudarrisu maridun deymiz. المدير قال هكذا. المدير قال هكذا. الطالب الجديد كسر هذا الكرسي. الطالب الجديد كسر هذا الكرسي. الطالب ضربك. qilib yozib qo'yganmiz. 9-mashqimiz misollarni o'qing, so'ngra savollarga javob bering debdilar. Man sa'alaka sa'alanil ustaz. Man darabaka darabani. Bu yerda endi ana nun nuqoya. Oldingi darsimiz qoidasida, oldingi videomiz qoidasida tushuntirdik. Ya to'g'ridan to'g'ri fe'lga qo'shila olmaydi. O'rtaga nunul viqoya saqlovchi nun keladi. Shuni misolini yozishimiz kerak ekan. Man darabaka kim seni urdi? Darabani masalan Muhammadun deymiz. Man sa'alaka hada sual. Kim sendan bu savolni so'radi? Sa'alani deymiz. أراك المدرس في المدرسة. أراني deymiz. بلال رأى. أنت رأيت. أنا رأيت. Bu yerda endi bu ham ro'aya bo'lgan aslida, keyin qalb bo'lib alifga qalb bo'lib ketgan. Shuning uchun bu yerda ya ko'rinmayapti. Mana bularda yo'q qaytib kelgan. تأمل كلمة معنى معناه معناها. ma'na degani ma'nosi degani. Ma'nahu uning ma'nosi. Bu ham uning faqat muannas domir qo'shilishi qiladi ekan. Hop, quyidagi kalimalarni mulohaza qilib ko'ring debdilar. Min ma oldingi qoidamizda tushuntirdik buni ham. Min kelganligi uchun buni alif tushib ketyapti. Mimma tabaqti hadhihi at-ta'am. Hada at-ta'am. Bu taomni nimadan tayyorlading, pishirding? Tabaqtuhu min daqiq. Uni undan pishirdim. Bima qataltal hayyata. Ilonni nima bilan o'ldirding? Qataltuha bil hajar. Tosh bilan o'ldirdim. لما خرجت من الفصل. Nega sinfdan chiqding? Xarajtu li'annani marid. Kasalligim uchun chiqdim. Amma bahasi doim an bilan kelardi. Endi amma bahasta fil madrasa. Maktabda nimani qidirding? Bahastu an saati. Soatimni qidirdim. Amma sa'alta al-mudarris. O'qituvchidan nimani so'rading? Sa'altuhu an al-imtihan. Undan imtihon haqida so'radim. Keyingi mashqimiz تأمل المثال ثم حول الكلمات التي تحتها خط في الجمل الآتية إلى جمع. إن الذي اسم موصولlarni qo'yib chiqishimiz kerak ekan. من الفتى الذي خرج من الفصل الآن. Hozir sinfdan chiqqan yigit kim? من الفتية الذين خرجوا من الفصل الآن. إن فتى birlik ko'pligi fityatun edi. Fata endi allazi ishlatildi. Ko'plik bo'lgani uchun allazini ishlatilyapti. من الرجل الذي دخل بيتكم الآن. Hozir uyingizga kirgan kishi kim? Endi ko'plik qilsak qanaqa bo'ladi? من الرجال الذين دخلوا بيتكم أو بيوتكم الآن. أين الطالب الذي جاء أمس. kecha kelgan talaba qayerda? أين الطلاب الذين جاءوا أمس. ضربت الولد الذي ضربني. Mani urgan bolani urdim. ضربت الأولاد الذين ضربني. keyingi mashqimiz. Bu yerda endi xuddi shuni muannas shakli. الطالبة التي دخلت الفصل الآن من الهند. hozir Hindistondan hozir sinfga kirgan talaba qiz Hindistondan. الطالبات اللاتي دخلن الفصل الآن من الهند. hozir sinfga kirgan talaba qizlar Hindistondan.
الفتاة التي عند المديرة أخت مريم. نما deymiz endi. الفتيات اللاتي عند المديرة أخوات مريم. الطبيبة التي في مستشفى الولادة من طشقند. الطبيبات اللواتي قسيم والأرداد في مستشفى الولادة من طشقند. المرأة التي دخلت بيتنا عمتي يمزج كريان أيال معني أمام. النساء اللاتي دخلن بيتنا عماتي. ولاد إن الذين برلي كوبليلار نقل tushuntiryaptilar. Mufrat aql g'ayri aql bo'lsin. Allazi ishlaydi, ko'pligida aqlli allazina ishlaydi. Mufratda allati ishlaydi, muannasda ko'pligida allati, allavati, allai ishlaydi. Xo'p, 14 mashqimiz kavvin jumla mustaqil kalimatil atiya. Quyidagi kalimalardan foydalanib, demak, so'zsiz jumla tuzib qo'yar ekanmiz. Durjun, ada, mimma, bima, lima, amma bularni ma'nolarini o'tdik. Shulardan demak jumla yozib qo'yar ekansizlar. 15. Tarjimil jumla ilal o'zbekiyya. Jumlalarni o'zbekchaga tarjima qilar ekanmiz. ما فهم زميلي 3 كلمات من الدرس الماضي. nima deyaptilar? Demak, sinfdoshim tushunmadi o'tgan darsdan 3 kalimani. Sinfdoshim o'tgan darsdan 3 kalimani tushunmadi. أظن أن الأولاد خرجوا إلى الحديقة. o'zinglar harakat qilasizlar endi bu yoqqa. Uchinchisi, fima yatakallamu Adilun va jaruhu. Odil va uning qo'shnisi nima haqida gaplashyapti yoki nimada gaplashyapti. To'rtinchisi, su'aluha la yata'allaqu bid-dars. Buni ham matnda keldi. Ma aqdama al-bayt alladhi banahu jaddi min al-khashab wa at-tin. Loy va yog'ochdan bobom uni qurgan uy muncha ham eski. 16. Arabchaga tarjima qilar ekanmiz. Yulduzlar naqadar chiroyli. Ma ajmalan nujuma. O'tdik bularni. Kitoblar, gazetalar va jurnallar o'qidim. Bettan muannas ko'plik qoidasiga e'tibor qilasizlar. Nasb o'rnida kasra kelardi. Hamidning akalarini va opalarini ko'rdim. Ko'ylaging munchalar kir. Bizni urgan bolalarni urdik. Ularni arabchaga tarjima qilasizlar. Al-hiwar. Hop. Hasan va Toriq o'rtasidagi suhbat ekan. Hasan aytdi: أورقت الأشجار وأزهرت وأشرقت الشمس ونورت. Daraxtlar bargladi va gulladi, quyosh charaqlab chiqdi va nur sochdi. Toriq aytdi: هذا هو فصل الربيع ما أجمله هواؤه معتدل وممطر وسماؤه صافية. Bu mana bu bahor fasli. Bu uncha ham chiroyli. Havosi mo'tadil va yomg'irli. Osmoni esa nima? Musaffo. Hasan aytdi: لا ثلج فيه ولا حر. Unda na qor va na issiq bor dedi. Toriq aytdiki: ولا برق ولا عاصفة. Na unda chaqmoq va momaqaldiroq bor. Hasan: عطلة الربيع على الأبواب. Hasan aytdiki: bahor ta'tili ham kelib qoldi degan ma'noda, ya'ni eshik yoqasida deymiz-ku bizda ham. O'zi lug'aviy ma'nosi bahor ta'tili eshik ustida deganida, ostonada deymiz-ku bizda shunaqa. طارق aytdiki: نعم نقضيها في الجبل مع الأولاد إن شاء الله. Aha, ta'tilni xudo xohlasa bolalar bilan birga tog'da o'tkazamiz deyapti. Masalan, sanaqdi hunak vaqtan mumti'an. U yerda yoqimli vaqt o'tkazamiz. Numarisu sibahata fil masbah. Nimada basseynda suzamiz. Va natanaffasu al-hawa an-naqiyya. Toza havodan nafas olamiz. Va nula'ibu al-awlad. Bolalar bilan birga o'ynaymiz dedi. طارق: ونشوي اللحم على الفحم في الخلاء. و nimada go'sht pishiramiz, qorada deydimi, shashlik pishiradiganda ko'mirni ustida go'sht pishiramiz deyapti. سأحضر الشواية والفحم والأشياء. Demak, ko'mir, o'sha six larni olib kelaman deyapti.
طارق التكي: وأنا سأحضر المكسرات والحلويات والمشروبات. من demek shirinliklar va ichimliklarni olib kelaman deyapti. حسنا التكي: سأتصل بك قبل الموعد للترتيب. demek o'sha kelishilgan vaqtdan oldin tartiblab olishimiz uchun, rejalashtirib olishimiz uchun senga bog'lanaman deyapti. Toriq aytdiki, toban dedi. Mukassarat bilan chaqchuqlar bunday aytilar ekan, chaqchuqlar, shirinliklar va ichimliklar. Hop, أجب عن الأسئلة الآتية. quyidagi savollarga javob bering. في أي فصل أورقت الأشجار. qaysi faslda daraxtlar barakladi? كيف جو الربيع. bahorning havosi qanday? كيف سماؤه وأسمونه qanday. هل ينزل الثلج في بلدك في الربيع. yurtingizda bahor faslida qor yog'adimi? ماذا سيفعل حسن وطارق في الجبل. حسن bilan Toriq tog'da nima qiladilar? من سيحضر الشواية والفحم. kim ko'mir va isqlarni olib keladi? Keyingisi mashqimiz to'g'ri yoki noto'g'ri qilishimiz kerak. جو الربيع ممطر وعاصف. bahor havosi yomg'irli va musaffo. ikkinchisi عطلة الربيع قريبة. uchinchisi سيحضر طارق المكسرات والحلويات. ularni to'g'ri yoki noto'g'ri qilib belgilab qo'yasizlar. bitta havli Toriq va Hasanning o'rtasidagi suhbatni havorga, matnga aylantirishlik kerak ekan. Keyingisi اقرأ الجمل الآتية ثم كون جملا على شكلها. demak quyidagi jumlalarni o'qib shunga o'xshatib jumla tuzishimiz kerak ekan. عطلة الربيع على الأبواب. buni nima dedik? Bahor ta'tili ostonada dedik. السنة الجديدة على الأبواب. شهر رمضان على الأبواب. مثلا. endi ikkinchi iboramiz: la tullaba fi saffi va la ustaz. Sinfda na talabalar va na ustoz bor. Ya'ni yo'q demoqchi. La ta'ama ala al-ma'idati va la sharab. Masalan, لا لا ثلج في الصيف ولا المطر مثلا. كينجسي: سأحضر الشواية والفحم. سأحضر الطعام والشراب مثلا. سأحضر الخبز والجبن مثلا. وأخيرا الكلمات الجديدة يعني سوزلر. نار ألو قائمة قوائم رويخت. يتعلق بي على قدر بولمق. معتدل معتدل. عدة برنيجة. ترتيب ريجة. لحظة لحظة. طين لوي. اتصل يتصل بي بلان كلسة تليفون قلمق. لاعب يلاعب كم بلندر أوينمق. درج أدراج طرد. كوخ أكواخ كلبة. متجر متاجر دكان. دقيق نور ينور نور صاجمق. أشرق يشرق تشقمق. أزهر يزهر قلمق. فصل الربيع بحر فصل. خشب أخشاب يغاج. عاصفة عواصف بوران. صافية تنق مصفى. تنفس يتنفس نفس عمق. مارس يمارس شغل عمق. نقي صاف طازة. ملوث عكس يعني كر chang degani. Shavvayatun qo'ra panjara. Demak shavvaya nima ekan? Panjara qo'ra ekan. Shavvaya yashvi pishirmoq. Masbah sun'iy havuz basseyn. Mukassarat quruq mevalar, chiqchoqlar. Fahmun ko'mir. Sibahatun suzish. Xalaun ochiq joy. Siyxun asyaxun kabobsixi. Tabian albatta. Mav'idun mava'id kelishilgan vaqt. Allohu a'lam bis-savob.